Emlash yuqumli kasalliklarning oldini olishdagi eng samarali usul hisoblanadi. Shu ma'noda yurtimizda vaksinatsiyaga dolzarb vazifa sifatida qaraladi. Guliston shahrida Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi tashabbusi bilan yuqumli kasalliklar immunoprofilaktikasi mavzusida o'tkazilgan tadbirda vaksinalarni epidemiologik jihatdan xavfsizligi va samaradorligini oshirish masalalari haqida so'z boradi. Hozirgi vaqtda aksariyat yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish borasida erishilgan yutuqlar zamirida immunoprofilaktika tadbiri salmoqli o'ringa ega. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish, ularni eliminatsiya qilish va ayrim infeksiyalarni istiqbolda batamom yo'qotish dasturi aynan immunoprofilaktikaga asoslanadi. Guliston shahrida ma'muriy hududlarda vaksinalarni saqlash, tashish, sovutgich uskunalarni xaridlashda jihozlarni tayyorlash, ma'lumotlarni o'qish mavzusidagi seminar yig'ilish ham xavfsiz immunizatsiya masalasiga qaratildi. Asosiy maqsadimiz hammangizga ma'lumki, Covid pandemiyasidan keyingi jarayonda butun Yevropa davlatlarida bolalar orasida ma'lum bir emlanmagan qatlam aniqlandi. Ya'ni yer yuzi bo'yicha 42 million bolalar emlanmasdan qolib, ularning 18 millioni birinchi doza qizamiqqa qarshi vaksina bilan emlanmagan va 24 million bolalar ikkinchi dozani olmagan. Oxir oqibatda mana shu emlanmasdan qolgan bolalar orasida qizamiq kasallik bilan kasallanish avjilanib, bu kasallik butun yer yuzini davlatlarini qamrab oldi. Jumladan respublikada ham 2023-24 yillarda chetdan kirib kelgan qizamiq kasalligi aholi orasida emlanmagan bolalar orasida tarqalishi ro'yxatga olinishi kuzatildi. O'tmishda millionlab bolalar vaksinatsiya amaliyotga kiritilgunga qadar minglab, millionlab bolalarning ushbu kasallik bilan kasallanganligi ro'yxatga olingan va ushbu kasallikka asoratidan bolalarning nobud bo'lishi, erta hayotdan ko'z yumishi holatlari sodir etilgan. Bu holat bizni hushyorlikka chaqiradi. O'zbekistonda immunizatsiya dasturini amalga oshirishda muayyan yutuqlarga erishilgan. Yuqumli kasalliklarga qarshi immunizatsiya yurtimiz fuqarolari avvalo bolalar salomatligini asrash yo'lidagi keng ko'lamli g'amxo'rlikning namunasidir. O'quv seminarida Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining viloyat, shahar va tumanlar immunizatsiya ishlariga mas'ul mutaxassislar ishtirok etib, yanada kengroq ma'lumotlarga ega bo'lishdi.